Hammaga hello bolalar. Bu videomiz telefonda stream qilish haqida bo'ladi. Ya'ni YouTube platformasida primoy efir qilish. Bu videoni chiqarishimni juda ham ko'pchilik so'radi va bu videoni men chiqarishga qaror qildim. Sizlardan kanalimga obuna bo'lib, videoga bir dona like bosish bolalar. Chunki 10 ta bo'lishimizga 1800 ta odam yetmayapti. Gapni cho'zmasdan videoni boshlaymiz. Qani go. Birinchi bo'lib qiladigan ishimiz bolalar, Play Market yoki App Store ga kiramiz va Prism Live deb yozamiz. Va mana shu uchburchak shaklida chiqqan programmani skachat qilib olamiz. Keyingi ishimiz programmaga kirib olamiz. Bolalar, sizlarda boshqacha o'yin ochiladi, ya'ni registratsiya o'ynasi. Sizlar u yerda YouTube akkauntingizga ulangan email akkauntinglar bilan kirib olishlaringiz kerak. Va registratsiya qilib bo'lganlaringizdan keyin sizlarda ham xuddi shunaqa o'yin ochiladi. Endi Prism Live na afzalliklariga o'tsak. Agar biz tepadagi nastroykacha belgisini bossak, primoy efirimizni formatini tanlasak bo'ladi, ya'ni ramkasini. Agar biz 16:9 formatiga qo'ysak, streamimiz albomli bo'lib qoladi, ya'ni polni ekranda. Agar 9:16 ga qo'ysak, u short stream bo'ladi, bolalar. Keyin biz bu joydan redaktorovaniy ssenini bosib, mana bu belgichani ustiga bossak, streamimizga xuddi mana shunaqa chat qo'shsak bo'ladi. Agar biz plus tugmasini bosadigan bo'lsak, bu yerda bir nechta fishkalari chiqib keladi. Misol uchun mana bu web tugmasi. Web tugmasini bosadigan bo'lsak, biz bu yerda har xil silka qoldirsak bo'ladi. Misol uchun men bu yerga donat silkamni yozib qoldirganman. Keyingi fishka bu izobrazение, ya'ni bu ekranga xohlagan rasmiylarni chiqarib qo'ysanglar bo'ladi degani. Bu yerda qolgani muhim emas. Endi keyingi fishkaga o'tamiz. Biz boya kirgan joyimizdan agar nastroyki zastavka tugmasini bosadigan bo'lsak, streamimizni pauza qilish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Ya'ni 1-2 minutlik qanaqadir ishingiz chiqib qoldi, mana bu yerdan zastavka tugmasini bossangiz, streamingiz pauza holatiga o'tadi. Bu yerdan biz hamma narsani to'g'rilab bo'lganimizdan keyin ready tugmasini bosamiz. Endi biz bu yerdan streamimizni asosiy narsalarini to'g'rilaymiz. Zaplanirovanie bu, ya'ni streamni oldindan rejalashtirish bo'ladi. Описание esa bu joyda joylashgan. Men bu joyda donat silkamni qoldirganman. Sizlar ham bu yerda xohlagan narsalaringizni yozsangiz bo'ladi. Keyingisi mana bu joydan publichna degan tugmani tanlab qo'yinglar. Chunki publichnani tanlasanglar, streaminglarga xohlagan odam kirib tomosha qilishi mumkin. Agar privatdan bossanglar, yopiq stream bo'lib qoladi. Keyingisi mana bu joydan Needle Detail deganni tanlab qo'yishni maslahat beraman. Bu joydan esa sizlar o'z yo'nalishinglarni tanlab qo'yasizlar. Men misol uchun streamni video igra yo'nalishida olib boraman. Sizlar ham o'z yo'nalishinglarni tanlab qo'ysanglar bo'ladi. Va mana bu soatchani niski zapozdvaniga qo'yasizlar. Keyingi ishimiz mana bu joyda streamimizni nomi yoziladi. Misol uchun men obunachilar bilan TDM va VO bosamiz deb qo'yganman. Sizlar ham bu joyda streaminglarning nomini yozasizlar bolalar. Keyin biz mana bu rasmni ustiga bosib, bu joydan streamimizni ustiga qo'ymoqchi bo'lgan rasmni tanlasak bo'ladi. To'g'rilaganimizdan keyin saqlaniy tugmasini bosamiz. Endi biz oxirgi nuqtaga keldik. Hozir qiladigan ishimiz mana bu joyga bosamiz va streamimizni kachестволарni to'g'rilab chiqamiz. Bu joydan eng maksimalisi, ya'ni 1080 ga qo'yamiz. Ikkinchisiga esa adaptivna qo'yiladi bolalar. Bu yerdan bolalar o'zingizlarni Wi-Fi'larni kuchiga qarab qo'yasizlar bolalar. Misol uchun men Wi-Fi'im kuchli bo'lgani uchun mana 6000, 7000 bemalol qo'ysam bo'ladi. Sizlar Wi-Fi'larga qarab qo'yaverasizlar. Va endi biz Go Live tugmasini bosadigan bo'lsak, biz to'g'ridan to'g'ri YouTube platformasida primoy efir yoqiladi bolalar. Bu videoni sizlar uchun chiqardim bolalar. Mehnatimni qadrlagan holda kanalimga obuna bo'lib, albatta videoga bir dona like bosing.